Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizni davamlaştırıyoruz. Leksiyimizin mavzusu mundaq. Prezident Trump memuri dairlarının hamçotuda sürgündeki Tibetler ayınıga iqtisadi yardım vermeydigan boldu. Mavzulu xabar 5. ayının 30. günü Amerika Ovozning Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika matbuotları xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hükümeti 2018 yillik maliya hamçotuda Tibet sergardalları rayonini iqtisod bilan ta'minlamaydigan bo'ldi. Amerika Devlet Mahkemesi maliya yilida bir necha 10 yillik tarixga ega Tibet insonparvarlik yordam vaqfasiga beriladigan yordam bekor qilindi. Amerika Devlet Mahkemesi mundaq ko'rsatdi. Alayda ilmiy muhokamaga ajratilgan hamçot 2017 yildagi 14 milyon 700 ming dollardan 2018 yılı 7 milyon dollarga kamaytirildi. Cümleden Tibetlerge yardım beriş vaqfini öz içine aldı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi mundaq ko'rsatdi. Bu intayin qiyin tanlash. Çünkü Devlet Mahkemesi özünün hamçotudanmı 28%ni qisqartib etdi. Tibet sergardan hükümeti burun Prezident Trump hükümetinin Tibetlerge iqtisadi yardım beriş yolunu qisqartishidan ansirigan. Lekin bu to'g'rida sukut tuturgan ular mundaq dedi. Tafsili doklad topshirib olmadik. O'xshashli vaqtda ular yana mundaq ko'rsatdi. Hozir Geçen Amerika'nın Tibetlerge berdigan ko'p qism yordamini Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi harakatga keltirgan. Avam palatasi asalliqlarning doisi Nancy Pelosi xonim yaqinda dharamsalaga borgan Nancy Pelosi xonim Prezident Trump hukumatining Tibetlar ayiniga beriladigan yordamni bekor qilganligiga diqqat qilganligini bildirdi. Sergardan Tibetler Cemiyeti ticaretçi Lobsang Wangji mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Tibetlerge berdigan iqtisodiy yordamni qisqartish orqali Amerika Jungo munosabatida muz eritishni umid qilish kerak. Lekin bundaq qilish sergardan Tibetlarning turmushiga bo'lgan umidini tartib oladi. Ularning g'arb dunyosi va Amerikaga bo'lgan ishonchini tartib oladi. Bu hareket Amerika'nın erkinlik, baraverlik, haqqoniyat g'oyalariga xilofdir. Demek bu yerda Lobsang Sangay emas, Lobsang Wangji. Nima dedi? Bu izi dharamsaladiyak Tibetlilar rayonida tijoratchi ekan. Tijoratchi bu pulga ifoda bildirib, nima deydi? Bu ehtimol Prezident Trump hukumatining Jungo Amerika munosabatidagi bir parcha muzni eritishni umid qiladiganligi sababli Tibetlarga berilayotgan pulni to'xtatgan bo'lishi mumkin. Endilikda biz vatandoshlarım o'tganda sizlarga so'zlashgan to'qa bo'ldi. Keyindagi analizimiz so'zlaylik. Yana bir xabar. Amerika razvet aeroplani Shanganga yaqin havo tavalligiga bosib kirdi. Zodi nima qilmoqchi? Mavzulu xabar 5. ayning 29. günü Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari bir dana P-3 belgilik razvet aeroplani Shanganga yaqin janub tarafdan uchib keldi. 240 dengiz mili yaqinlab uchib, Jungo armiyasining aeroplan chiqarib to'sib olishiga uchirdi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. İki tarafning orlig'i 200 metrga yetmaydi. Masalan, Xitoy armiyasi askar aeroplan chiqadi. Amerikaning razvet aeroplani bilan Xitoy armiyasi, havo armiyasining aeroplanining orlig'i 200 metrga yetmaydi. Bu ish Amerika Jungo o'rtasida harbiy ishlarda elishish shamili chiqadi. Omen harbiy ishlar mutaxassisi Huang Dong 27 günü Shangang shahri
muxbirning ziyoratini qabul qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika razvedka aeroplanining Shangang havo tavalligiga yaqinlab uchishi intayin oz uchraydigan bir ahvol.